Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram cemaat, bizning bu darsimiz mad muttasil haqında bo'lar. Muttasil degani qo'shilib kelu, birga kelu. Ittasala yattasilu fe'linden olingan. Bu misallarda narsa qo'shilib kelasin. Biz aytgan edik, 3 harf alif, vav, yoy, mad harflari. Biz onlarning tabiiy holatlarini qarab o'tdik. Hozirgi darsimiz g'ayri tabiiy holati. Nishik? Agarda muhtaram jamoat bizning alif, vav yoki yoydan so'ng mana şuşu harflerinin hamza, yani şuşu harf, 3 harfdan so'ng hamza kela turgan bo'lsa, ham alif, hamza kela turgan bo'lsa, yoki sakin kela turgan bo'lsa, bizning aligi mad harflarining g'ayri tabiiy holati bo'ladi. Ya'ni ular boshqacha so'zila turgan bo'ladilar, uzunroq so'zila turgan bo'ladilar. Hozirgi misollarni qaray turgan bo'lsak, muhtaram jamoat, bu mad muttasilga misollar, ya'ni qo'shilib kelu, birga kelu. Ushbu misollarda muhtaram jamoat mad harflaridan so'ng mana aligi tabag'ash hamza yana shakili. Alifdan so'ng, yoydan so'ng mana yana shakilda. Ya'ni ittasala, muttasil qo'shilib keldi, birga keldi. Vavdan so'ng. Bu ishroqda endi muhtaram jamoat alif, yoy, vavni uzun etib so'zamiz. Uzun etib so'zu vajib bu misolda. Ya'ni Qur'on Karimni o'qiganda shunga o'xshagan misollarni so'zib o'qimasak gunoh bo'ladi. Ya'ni so'zilu ravishi as-sama'u, as-sama'u. Kiminde 2 alif miqdori so'zamiz. Kiminde as-sama'u, waji'a, waji'a, as-su'u, as-su'u. Qozon ham g'arab basma Qur'onlarida ushbu qoidaga ishora qilib, muhtaram jamoat, bu o'rinda do'lqin belgisi qo'yilgan. So'zuga ishora qilib, mana shusha qoidani bilmasalarda, mana shusha belgiga qarab sussinlar degan ma'noda mana bu vajib, mad muttasil qoidali misollar ustuna to'lqin qo'yilgan. Ya'ni to'lqin ostida harfni biz so'zarga tegish bo'lamiz. Bu ishroqda alif so'zila, bu ishroqda yoy, vaji'a, as-su'u, bu ishroqda vav.